Yo, PSOS kanali muxlislari va F-futbol ishqibozlari. Bugun challengeimiz 3-qismini davom ettiramiz. Agarda kimdir bugun mani yutsa, 30 ming so'm oladi. O'tgan safargisi 50 ming so'm edi. Sababi sal kuchliroq jamoa bilan o'ynadik. Bugungisi 30 ming bo'lishning sababi biz faqat vratarlar bilan o'ynaymiz. Hamma jamoamiz har tarafida vratar bo'ladi. Защитникdan tortib, o'ng qanot защитник, tipa hujum, o'rta umuman aloqasi yo'q, hammasi lekin vratar bo'ladi. Agarda bizani yutsa obunachimiz 30 ming so'm ularga beramiz. 3-qismi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, birinchi biz hozir sotib oldik. Bu komandada yo'q edi buncha vratar. Bu akkauntda yo'q edi buncha. Hozir bularni hammasini almashtiramiz. Hamma vratarlarni qo'yib tashlaymiz. Vratarlarni yig'ib oldik. Tayyor. Bir ikkita o'yinchilar qoladi eski. O'yinchilardan bir ikkitasi qolishligi kerak. Chunki yetmadi bu yoqda, yana sotib olish kerak. Vaqt yo'q qo'yamiz. Bularni faqat ishlatmaymiz, faqat jamoada turadi, tamom. Shu pasida turishligi uchun. Xo'p, ozgina to'g'rilab tushirib olamiz hozir. To'g'rilab tushirib oldik. Hozir o'yinimizni boshlaymiz. Mana endi birinchi kirgan obunachimiz, birinchi kirdilar. Jamoa katta kuchli emas, lekin bizda umuman hujumchi yo'q. Hujumchi o'ynasa, hammasi vratar. Ozgina realizatsiyani kuchaytirib qo'ydim. Hech bo'lmasa bir qo'yib qo'ysam to'g'ri deb olsa. Tayyor. Hujumda o'ynamoqchi. Bismillah deb boshladik. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Kim cho'chib ko'radigan bo'lsa, qatib ko'radigan bo'lsa, yo'qmi ishtaha o'rtoqlar. Xo'p, bismillah deb boshladik. Bu tarafga tashlaymiz. Hamma vratarlar, umuman boshqa o'yinchi yo'q. Xo'p. Uxtay. Ajoyib. Yo'q. Baribir chiqib ketishi yo'q. To'pga. Oldik. Xato qildi, Martinesga tashlamoqchi edik, boshqamay qoldi. Argentinas. Xo'p. O'qib olamizmikan? To'g'ri qo'lga tepib qo'ydilar. Yaxshi ham Olverkani olib qo'ydik. Orqada. Bu bo'lmaganda hozir o'tkazib olishim bo'ladi. Xo'p. Ajoyib. Pas. Pepitos. Spokojnie olib qo'yamiz. Hop. Yo'q. Endi o'zgaringlar yo'q, nimani kutasiz? Nima kutish mumkin? Endi 17-daqiqa. Agar bu bilan 13-daqiqa borib yetsa tamom, hammasi o'lib qoladi vardarlar. Hammasi charchab qoladi. Bitta Olverkan charchamaydi, sababi bu vartada o'zini joyida turibdi, o'zini pozitsiyasida. Biz Olverkanni olib chiqib turamiz. Burada internet yaxshi emas, mana qarang, qochib qolyapti. Internet o'lik. Pas. No. Xato. Hech qisi yo'q. Tepadan pas beramiz. Va yengilgina bosh bilan. Hop. Pasga, tepaga. Yana tepadan. Hop, bosh bilan qaytaramiz. Ajoyib, tepaga. Uzun pas. Bu yoqqa pas. Yo'q. Boshqamada hech qisi yo'q. Out. Bizning foydamizga. Boshladik. Hozir qo'ydik. Xo'p, xavfli vaziyat bo'ladimi? Yaqinlashib bordilar, lekin qo'ydik. Xato qildik.
xatoni tuzatdik. Yaxshi. Ko'p yugurmang. Charchab qolasiz. Yengilgina. Tepadan. Hoppa! Tepishlik kerak edi bunaqa paytda. Hujum qilishlik kerak edi. Pas keraksiz narsa edi. Biz yaxshi pozitsiyada turdik. Biz hujum qilganimizda gol bo'ldi hozir. Va 30 ming so'mga juda ham yaqin bo'lardi deysiz. Bo'lgandan keyin yetib olish juda ham qiyin, chunki ko'rib turibsizlar, nima hujum qildi. Bir marta vardiga yetib olmadik hali. Yaxshi. Kimdir almashdimi? I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Narsa yo'q lekin mayli. Hozir pozitsiyani almashtirib qo'yamiz. Xo'p. Kurtuva himoyada qoldi endi. Pas bilan boshladilar. Yaqinlashdilar. Xavfli vaziyat bo'lmadi ham. Yaxshi, tepadan. Qanday o'zgargan bunday endi. Yetib olish uchun. Yaxshi. Offside bo'lib qolardi baribir to'g'ri pas berganimizda. Yaxshi. Ajoyib. Qaytarib tashlaymiz. Hoppa, o'tdikmi? Yo'q. Nechchi. Hech narsa yo'q. Pas. Bosh bilan. Va hujum. Kylian Mbappe yangidan qotdi. Ajoyib. Nimada bo'laysiz yeta olamizmi endi? Qiyin. Почти 30 ming so'mga egalik bo'ldi-lasa ham bo'ladi. Yaxshi. Martins. Nima maqtashadi bu? Mana senga. Argentinalik. Varatarimiz. Молодец, красавчик просто. Баруха. Сразу almashtirishni boshladilar. Ko'ramiz. Kimlarni o'rniga. Hop, yaxshi. O'tishamiz. Alisson. Terenstek. Bizga qaytamiz. Yana kim? Yetarlicha. Substitution for Barcelona. Number 22, Jan Oblak. Number 25, Gianluigi Donnarumma. Number 43, David De Gea. Number 15, coming on the field. Number 14, Yo'q. Number 12, Chapqon bilan ketiladi. Number 17, Marc-Andre Ter Stegen. Number 31, Alisson. 100% o'zim pas kelmasdi. Shoshilmasdan o'ynash kerak. O'rtoqlar, mana 69-daqiqa men sizlarga aytgandim, agar 60-70dan o'tgandan keyin vratarlar o'lib qoladi deb. Endi juda ham xavfli bo'ladi bizga, sababi ularda vыносливость yo'q. Chunki vratar bilan pozitsiyasi emas. Bular должности ham emas. Bular должен emas, bunaqa yugurib yurishda stadionda. Kanal agar xohlamasak tushimizda yutqazamiz. Hop. Sal. O'zim pas o'tirdim. Hoppa. Bosh bilan xato qildik va yana qotdi internetlar. Afsuski ko'rdilar ham to'g'ri.
yana qotdi. Ajoyib. Judayam yaqinlashdingiz. Tizimli sizga bo'lishi mumkin. Va davom etamiz. Bas bilan boshladilar. Bobocha. Молодец. Ну, tepaga. Basdan pas ketib qoldi. Basdan pas. Ajoyib. Ko'tarib beramiz bosh bilan. Lekin hech narsa qila olmaymiz. Молодец. Martins yana bir o'zini ko'rsatarmikan? Vaqt juda ham kam qoldi. 84-daqiqa va yana o'tkazildi. Endi nerealni e'tibor o'rtadi. Uning uchun pozitsiyani almashtirishimiz kerak. Pastda ikkita hujumchi qolgan. O'shani qo'ysak, harakat qilib ko'rsak bo'lishi mumkin. Lekin o'zi vaqt yetmasligi. Hop. Hoppa. Olamiz. Tepaga. No. 6 added minutes has been indicated. O'rtoqlar, realni sразу seziladi baribir. Bularning pozitsiyasi masligi uchun boshqasini qo'yamiz. Qo'llar kelishmayotganim bu juda ham charchab qoldi ko'zlarim. Biz agar kirib ko'rsak ham bo'lmaymiz. O'lib qoldi. Вообще. Hech narsasi qolmadi. Kerak qo'ydik. Bularning barcha o'zini pozitsiyasida o'ynayaptilar. To'g'ri, unaqa katta qimmat o'yinchilar yo'q. Qo'yamiz. Hop. Obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar, Telegram kanalimizga обязательно. Hozir vaqt keldi. Yetkazdik o'rtoqlar. 30 ming so'm beraman. Hozir agar sirasi tashlasalar, o'sha aytilganidek ularning vazifasi hozir faqat mana shuni skrin qilish kerak, strategiyasini. Keyin o'sha aytilgan yozib qo'ysalar izohga bilan to'lab beramiz. Pul to'lashi bilan sirasi skrin qilib video oxirida qo'yib qo'yaman. Hammaga yaxshi kayfiyat, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegramga o'tinglar. Agar sizlar ham shunaqa qatnashmoqchi bo'lsalaring, kim birinchi kirsa, uni yoradi. Telegramda ko'rish bo'yicha. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.